Zaynul Obidinning sirli sadaqalari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabiralari Husayn radhiyallohu anhu ning o'g'illari tug'ilganda yaxshi niyatlar bilan bobosiga o'xshab yursin deb Ali ismini qo'yishdi. Ali ibn Husayn. Lekin bu farzand tarixda ismi bilan emas, Zaynul Obidin degan laqabi bilan mashhur bo'ldi. Hoshimiylar avlodidan bo'lgan bu yigitning ibodat va taqvoda barkamolligi shu darajaga yetdiki, odamlar uni obidlarning eng yaxshisi ma'nosida Zaynul Obidin deya chaqirishar. Asli ismini deyarli eslamasdilar. Imom Zahabiyning Siyarul A'lam an-Nubala asarlarida zikr qilinishicha, Zaynul Obidin vafot etganida Madinadagi ko'pgina kambag'allar hali bu xabarni eshitmasdanoq aziz bir yaqinlaridan ajralib qolganlarini sezdilar. Gap shundaki, kechalari tun qorong'iligida kimdir kambag'allarning eshigi tagiga yeguliklar qo'yib ketardi. Kimligini hech kim bilmasdi, ammo u kishi hech adashmay eng nochor kambag'al beva bechoralarning eshigini topib borar, bir necha kunga yegulik rizqlarini ulashib o'zi g'oyib bo'lardi. Qachonki Ali ibn Husayn vafot etganlarida G'assol u kishining yelkalarida og'ir yukni doimiy ko'tarishdan paydo bo'ladigan qora dog'larni ko'rib qoldi. U hayratlanib mayitning yaqinlaridan buning sababini so'radi. Unga buning sababini tushuntirdilar. Zaynul Obidin kechalari uxlamasdan maxfiy sadaqaning barakotidan umid qilib, kambag'allarga ularning o'zlariga ham bildirmay yeguliklar tarqatib chiqar ekanlar. U zot maxfiy qilingan sadaqa Alloh azza va jallaning g'azabini o'chiradi deb qat'iy ishongan va shunga amal qilgan taqvodorlar sayyidi Zaynul Obidinning sirli sadaqalari shunday bo'lgan ekan.